Tofudan manandek o'zgacha miyishlik qilib oddiy usulda gango tofu qo'rish usulini sizlarga aytib qo'yay. Qaranglar, marangining chiroyliligini tezchilik, ichi yumshoq, achchiq-chuchuk ajoyib yeyishlik. Odatda mifansay qilib qaysi qo'rimni qo'rishni bilmayotgan bo'lsanglar, mushun chuqum qo'rib bir sinab yiqinglar, tam tilinglar qag'idek o'xshaydi. Qaynamsamimiz birlikda o'rganaylik. Ketarlik materiallarimiz ko'rganinglardek bek oddiy. Oldi bilan tofuni ko'rsatilganda qilinib bizliqini normal qilib chas qilib to'g'rab olamiz. Undan keyin bosh piyoz, shomijonimi ko'rsatilgandek to'g'rab olgandan keyin shovsoning beshi bilan yopirmog'ini ayirib to'g'rab olamiz. Samsaqni ushaq to'g'rab olgandan keyin osh ko'kidan ko'parak tayyorlab ko'rsatilgandek uzun-uzun qilib to'g'rab olamiz. Arqadan qozonga ko'parak moy qo'yib, moy qizigandan keyin tofuni silib, tofuning sirti qavati sag'irib, churik holatga kelguncha maydan o'tkazib solib ilib olamiz. O'tir hal o'tkazalaymiz. Undan keyin qozondagi ortiqcha maylarni elib etib, kichikgina moy qoldirib, samsaq bilan shovsoning beshini silib mizlik bir qichiq qo'raymiz. Undan keyin cho'ng ustamning Koreya chigango tetqisdan materialimizning oz ko'plik qartab bir bo'laqdan yarim bo'laq atrofida silib, azroq shuncho berib atgandan keyin qizil may chiqishi yaxshi aralashtirib qo'raymiz. Undan keyin dori-darmeklarning kuyib ketmasligi uchun yarim piyola suv qo'yib bir shika aralashtirib etib, bosh piyozni silib, bosh piyozning mizlik purq chiqishi bir shika aralashtirib etib, undan keyin zalib olgan tofu, shovsoning ko'ki, shomijo, kunjitlardan berib yaxshi bir aralashtirib atgandan keyin oxirida osh ko'kini silib bir shika aralashtirib lam taqsiga olsak tayyor bo'ldi. Tofuni mushg'ul usulda qo'rib bir yap yiqishinglarni alayda tavsiya qilaman. Sizlarga oilada cho'qim etib bir sinab yiqinglar, xayr xo'sh.